2025 tayyor, holatsiz 2024 tayyor. Agar 4 sim yetmasa, yangi yilgacha kutamiz deyapti aka. Damas sotildi. 2024-yil yangi Damas 1,5 km yurgan 86 million sotildi. Damas so'raganlarga 2024 sho'rchidan 700 km yurgan narxga ham kelishamiz. Uzundan 2024 ming yurgan dehqondan shu akadan narxga kelishamiz. Damas so'raganlarga 2024 balon chihol polik metani ham qo'yilgan ekan. Xullas varianti yangi yilgacha ham variantga ham beramiz. 2024 pachka salondan chiqqan shunagina to'p changi bilan vidroli domda ko'rib o'tamiz. Denodan. So'raganlarga Denodan 2019 varianti yangi yilgacha. So'raganlarga Denodan 2023-yil 70 ming yurgan variantini kelishamiz. Uzundan dehqondan 2019 holatsiz davrni ham beramiz deyapti 1 yillik. Tamila Denodan 2024 11 ming yurgan. Denodan 2013 42 ga berilmadi. So'raganlarga Denodan 2008 34 savdo bo'ldi ekan, 34 dan oshsa sotish niyati bor. Turxon Media. Barchaga yangilik salom, Sarbilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 2 noyabr 2025-yil Surxondaryoda Dena moshina bozoridan Damas hamda Labo narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana Gashti bozorga Damas hamda Labolarni narxi bilan tanishamiz. Muxlislar uchun. Qanday videoni boshlaymiz. Sheroboddagi uyimizni mana aka Behruz akamiz tugatdi. Tunika bon ishlarini, tunika bon deysizmi, fasad deysizmi, sokil deysizmi, xullas bir chekkadan pat kulich topshiribdi ekan. Kimgadir tunika bon xizmatlari kerak bo'lsa, yo fasad yoki sokillar bemalol Behruz akamizga bog'lanasizlar. Qarang, uy egasi shunaqa dizayn, shunaqa fasonni tanlagan. Girlarni qarang, rover yordamida qanaqa naqshlar, gullar chizilgan. Xullas kimgadir shunaqa tunika bon xizmatlari kerak bo'lsa, Behruz akamiz nomerlar ekranda bor. 110 mingdan 150 minggacha bor ekan. Naqshiga qarab, guliga, fasoniga, listiga qarab. Eng qiziq azomcharimiz 110 mingdan 150 minggacha bo'lsa, buni hamma materiali Behruz akamiz o'zlaridan ekan. Xullas, shunday kvadratiga pul sanaysizlar. Uyda qarang, uyga chiroyli tushgan. Eng qizig'i bu tarafda mana aka vermeykalar ham juda chiroyli bo'lgan. Shunaqa fasadda, shunaqa tunika bon ishlari. Azomcharimiz karotka video Dena moshina bozorining ichiga uyingizni tunika bon qildiraman siz ekranda raqamlarga bog'lanamiz. Damas so'raganlarga mana akamiz Damas sotyapti ekan 2024 xullas tayyor Damas. Chihol polik deysizmi, saka diska balonigacha qo'yilgan. Faqat olib minasizlar. 2024-yil Damas probi qanday aka? 10 ming kilometr yurgan. Qarang, tayyor Damas sotuvda ekan. O, barda qarang. Udarki, mana barlarni qarang, magnitofon kolonkalari ham zo'r qo'yilgan. 10 ming kilometr yurgan 2024-yil tayyor Damas sotuvda. Mana kuzib raqami 2024 ekan. O, paroglari ham bor ekan aka. Paroglari ham bor ekan. Yoqilg'isi metanmi aka? O, metan ham qo'yilgan mana. Xullas olib faqat ish qilish kerak ha. 2024-yil 10 ming kilometr yurilgan Damas sotilar ekan. Hozir narxini so'raylik, nech pul ekan? Aka, nech pul deyapsiz? 92 million so'm baho qo'yilyapti. Savdoni ayting aka. 88 million savdo bo'libdi ekan, 92 baho qo'yilyapti. Aka, narxga sotamiz ha? Yangi yilgacha variantga ham beramiz deyapti. Nomerni aytib qo'ying aka. 88lik 824 92 96 shu nomerga bog'lanamiz. Sho'rchidan 2025 ga 24 Damaslar sotuvda ekan. Sho'rchidan tayyor Damas. Bular tanishtiraylik. Xullas mana aka chihol qo'yilgan, polik qilingan, balon qilingan. Mana barigacha bor ekan. Probegini qarang. Hech qancha yurmagan 731 km 2024. O mana aka barlarni qarang, chiroyligina qilib qo'yibdi. Eng qizig'i metani ham bor 65 talik. Xo'p, aka bu 2024 ha? Xo'p, 2024 narxi nech pul aka? 98 million so'm baho qo'yapti. Savdo necha bo'ldi aka? 98 baho qo'yapti, 95 savdo bo'ldi ekan. Aka, narxga sotamiz ha buni? Variantlari ham bormi? Variantlarni ham kelishamiz deyapti ekan. Aka, nomerni aytib qo'ying. 88lik 824 92 96 ekan. Shu nomerga bog'lanamiz. Yana Damas avtomobili sho'rchidan 2025-yil yangi Damas sotuvda ekan. Qarang, tayyor Damas, chihol, polik, paroygacha va esa metanigacha qo'yilgan ekan. Pachka Damaslar sotuvda ekan. Mana aka azomcharimiz chihol poliklarni qarang, udardan qo'yilgan. Xo'p, 2000 zo'rmisiz aka? 2000 kilometr yurilgan 2025 chihol poliklarni qarang, udardan qo'yib qo'yibdi. Xullas 2025-yil Damas olaman.
Damas olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, mana salonchilarni qarang. Qanday qilib qo'yib ekanmiz. Xo'p, metallari ham bor. 65 talik. Aka 2025 da 2000 km yurgan ekan, ha? Xo'p, nech pul deyapsiz aka buni? 102 deyapti, 100 bo'lsa beradi. 102 million so'm baho qo'yilyapti, 100 million bo'lsa beramiz deyapti ekan. Agar 4-5 so'm yetmasa, yangi yilgacha kutamizmi aka? Yangi yilgacha bemalol kutamiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. 88lik 824 92 96 ha? Shu nomerga bog'lanasizlar. Xohlasangiz 25, xohlasangiz 24 Damaslar bor sotuvda. Yangi Damas so'raganlarga 2024 bes parabik pachka salondan chiqqan Damas sotuvda ekan. Qarang, salondan qanday chiqqan bo'lsa, shunday turibdi, changi bilan turibdi ekan. 2024 ekan. Xo'p, mana ke salon ichini qarang. Xo'p, u 14 kilometr hali uyga bormaganmi deyman? Mana ke 2024-yil pachka Damas sotuvda ekan. Hech narsa qilinmagan. Salondan qanday chiqqan bo'lsa, shunday turibdi ekan. Aka nech pul deyapsiz buni endi pachka salonda? 90 million bo'lsa oxirsa, mana ke 90 million bo'lsa oxirsa olib ketasizlar. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik 599 54 58 shu nomerga bog'lanasizlar. Mashina qayerda aka? Denodga ekan mana. 14 kilometr yurgan pachka Damas sotuvda. Changi bilan turibdi. Azomchilarimiz narxi qanday? Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib, like-chani bosib qo'ying. Damaslarni tanishtiramiz. Qandarolet uzundan 2024-yil dehqondan Damas sotuvda ekan. Damas olaman deganlar bo'lsa, marhamat, mana ke neobichniy rangdagi Damas sotuvda ekan. 2024. O chiqollar qilinganmi deyman aka? Xo'p, mana balonlar o'ziniki ekan-a. Xo'p, mana salonni bir ko'rsataylik-da. 2024 salonni ham udarib qo'yibsiz aka. Mana ranglarni qarang, chiqollarni qarang qanday qilingan. Udarib qo'yibdi. Probeg qancha aka? 24 mingmi? 24 ming tablo ham ko'rsatdi, 24 ekan. Mana tablosi 24 ming. Mana ashpkagacha chiroyli qilib chiqol qilingan ekan. Yoqilg'isi nima aka? Parapan qo'yilgan. Xo'p, 2024 24 ming kilometr yurgan Damas uzundan dehqondan sotuvda ekan. Aka nech pul deyapsiz? 87 million so'rabdi ekan, 90 bo'lsa oling degan ekan akamiz. 87 ham zo'r bo'lsa aka bermadingizmi? Bir tomchi kraskasi yo'q ekan. Aka nomerni aytib qo'ying. 93lik 93lik 239 239 0646 ekan. Shu nomerga bog'lanamiz. Damashqozlar bormi? Like-chani bosib, kommentariyada fikringizni yozib qo'ying. Damas avtomobili Denodan 2008-yil Damas sotilar ekan, Denodan ekan. Damas oladiganlar bo'lsa, marhamat. Kraskasi qanday katta? Petnosi bor. Motor, korobka, zadmoslar qanday? Mo'ypo yemaydimi? Zadmoska shum yo'qmi? Xullas mana 2008-yil Damas so'raganlar uchun xo'p, o chiqol polilar bor ekan, tevasigacha chiqol qilingan, ko'ryaptimi? Xo'p, probeg 264 ming kilometr yurgan. Mana bu yo'llarda ochaylik. 2008 kuzub raqami bilan turibdi. Xullas, mana shunday mashina. Metani ham bor ekan, 65 talik. Xo'p, chaqa-chuqa kraskasi bor deyapti. Xo'p, puli nech pulda katta buni? Qancha? 40 million so'm baho qo'yapti. Savdo nechi bo'ldi katta? 30 dan oshdimi? 34 ga borib ekan, 35 bo'lsa beriladi-da. Nima 34 ga bermadingiz? Bo'lmaydimi aka? Hozir 34 kelsa beramizmi yo'qmi aka? Kelishamiz ha. Nomerni aytib qo'ying aka. 93lik 93lik 761 761 88 84. Shu nomerga bog'lanamiz. Variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, narxga kelishamiz. So'raganlarga Surxondaryo uzundan mana aka dehqondan Damas sotuvda ekan 2019-yil. Aka kraskasi qanday? bor. Chaqa-chuqa bor, suyagi butunmi aka? 2019 motor, korobka, zadmoslar qanday aka? Motorda ozgina moy yeyishni boshlaydi. Zadniy korobka, zadniy mos bilan korobkalari zo'r. Zadniy mos korobka zo'r ekan, 4 ta eshik shumka ekan, motorga ozgina moy yeyishi bor dedi. Mana aybi bo'lsa to'g'risini aytayapti akamiz. 245 ming kilometr yurgan 2019 ekan aka. 2019-yil Damas uzundan sotuvda ekan. Aka nech pul bo'lyapti narxi? 4 deb turibmiz. 47 savdo bo'ldi. 54 million deb turibdi ekan aka, 47 million savdo bo'ldi ekan. Endi aka 47 ga bermadingizmi? Kelishtirib beramiz-da. Gaplashsa bo'ladi. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik 99lik 521 521 0213. 0213 shu nomerga bog'lanamiz. Damas oladiganlar bo'lsa, uzundan 2019 dehqondan. Avtomobili Denodan 2013-yil Damas sotuvda ekan, 2013 da kraskasi qanday?
ikkita eshikda kraska, ikkita petnosi bor. Ikkita eshikda petnosi bor ekan. 2013-yil changi bilan turibdi. U chiqonlari bor ekan, polilari. Xo'p, probek qancha? 60 mingmi? 2013 ha? Xo'p, 2013-yil u kolonkalari qaraylar, udarki. 2013-yil chiqoli poliklari bor ekan. Chiqoli uydami deyman. Xo'p, 2013 65 talik metan bilan jihozlangan. Motor korobkalar zarda moslar qanday? Zo'k-po'k yo'q, mo'y-po'y yemaydimi? Narxi necha pul? Narxini 50 million deyapti. 50 million deyapsizlar. Savdo necha pul bo'ldi? 42 million, bir oy variantga bermadi. Mana 42 million bo'libdi ekan, bir oy variantga bermabdi ekan. Endi kelishtirib beramiz deyapti. Nomerda aytgan. 91lik 511 511 1043 ha? Shu nomerga bog'lanamiz. Labo so'raganlarga Surxondaryoda Denodan mana shu akamizga labomiz bor ekan, sotilar ekan. Labo oladiganlar bo'lsa, marhamat. Damas labo sotuvda. Yili 2019. Holat qanday aka? Udarmi? Xullas mana 4 baloni ham bor ekan. 2019 alkobondan chiroyli qilib kuzib qilingan. Mana salonchlari probek qanday aka? 142 ming ha? 142 ming yurgan 2019-yil metani bor ekan aka. Xo'p, mana tagidan ko'rsatishlarga. Opa. 2019 metani ham bor ekan, kuzib qilingan. Xullas mana shunday labocha sotuvda Denodan. Xo'p, aka nech bilyapsiz buni endi? Motorlari zo'rmi aka? Mo'y-po'y yemaydi, 75 million deyapsiz. Bezinda ham, metanda ham yurar ekan, 75 baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 66 million. Savdosi 66 million bo'libdi ekan, 75 baho qo'yilyapti. Aka, variant bormi yo'qmi? 1 oy 15 kun. Keling, yangi yilgacha variant qilamiz-da. Ha, aka nomerda aytib qo'ying. 88lik 88lik 850 850 8022. 8022 8022 shu nomerga bog'lanasizlar. Akada ikkita labo bor. Hozir buni ham tanishtiraman. Yangiroq labo so'raganlarga 2024-yil Damas labo sotuvda ekan Denodan. 2024 kraskalar radnoy aka. Radnoy 11 ming probek. 11 ming kilometr yurgan. Chiqol polilari bor ekan, barlargacha bor ekan. 11 ming kilometr yurgan 2024-yil labo. Profildan chiroyligina kuzib qilingan. Propandan. Propan qo'yilgan. Tunuka qilingan, tunuka bor, rezinlari bor, Ha. ruxsatlari bor. Hammasi joyida. Xo'p, propani qayerga ekan? Propan oldiga qo'yilgan. Ha, o'rtaga qo'yilgan ekan. Benzin baklar joyida. 2024 propan qo'yilgan labomiz necha bilyapsiz aka? 100 million. 100 million baho qo'yilyapti. Savdoni ayting aka. Savdo aka har bir kunda 96 million bo'ldi, 98 esa beramiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 97 97lik 841 841 90 90 84. 90 84 shu nomerga bog'lanamiz. Mana aka Denodan labo sotuvda 2024. Labo so'raganlarga Denodan 2023-yil labo sotilyapti ekan. Akada ikkita labo bor ekan. Kimdir xohlasa bunisini, xohlasa bunisini olish mumkin. Bu usti tentovka ekan aka. 2023. Kraskalar toza aka. Metan qo'yilgan, 4 balon ham qo'yilgan ekan aka. 2023 metani bor, 4 baloni bor ekan. Polikchalari bor ekan. Probek 71 mingmi aka? 23 ha? 23 71 ming yurgan. Metani ham bor ekan ikkita. Xullas mana tentovka orqasi ochilar ekan. Qo'yib mol ortib yursiz bo'ladi. Xullas pul topar labo sotuvda 2023-yil. Ustini tentovka qilib yopib qo'ysiz ham bo'ladi. Qor yomg'ir tegmar ekan. Aka nech bilyapsiz 2023 da? 90 deyapsiz, kelishamiz. 90 million baho qo'yapti aka, kelishamiz deyapti. Aka savdo nechi bo'ldi? 85 bo'ldi. Savdo 85 bo'libdi ekan. Aka variant bormi yo'qmi? Kelishamiz. Variantni ham kelishamiz. Biron yarim oy bo'lsa gaplashamiz deyapti aka. Aka nomerda aytib qo'ying. 97lik 99 99 lik 377 377 8022. 8022 shu nomerga bog'lanamiz. Damas meniki sotibdi ekan, akamiz sotyapti ekan. Yangi Damas sotilgan narxini tanishtiraylik. 1,5 ming kilometr yurgan. Kraskasi toza. Xullas mana 1,5 ming kilometr yurgan, o'zini radniy balonlarida kraskasi toza ekan. Yoqilg'isi benzinda ekan, hali gaz pas qo'yilmagan. Chiqol poliga ham qilinmagan. Hech narsa qilinmagan ekan. 2024 1,5 ming kilometr yurgan Damas sotildi ekan. Xo'p, mana bu akamiz opti ekan. Aka nech pul oldingiz? 86 ga oldingiz. 2024-yil yangi Damas meniki 86 millionga sotildi ekan. Videorolik davomida buni ham ko'rsatib o'taylik. Endi mana xalqqa sotilgan Damaslar nech pul ketyapti? Buni 2024 86 millionga sotildi ekan.